Assalomu alaykum barchaga. Narxi yaxshi bo'lsa ham taksiga, ham oilaga mashina qidirib yuradigan ushbu avtomobilni sizga tavsiya qilaman. Model Dongfeng Aulus Elite avtomobili bo'ladi. 100% elektr, bitta to'liq zaryadka bilan 520 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Korpusning rangi ham oppoq, juda ham chiroyli ishlangan avtomobil. Oq-qora kombinatsiya qilingan. Ishlarini bitta ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganingizdek, ichlari, salonlari qop-qora, dizaynlari juda ham chiroyli. Hop, monitorni bemalol rubrikatsiya qildirib olsanglar bo'ladi. Jam funksional ishlanmagan avtomobil. Bunaqa abdufava griflari bunda yo'q. Mana eshik tomonlarini ham ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli. Orqalariga bitta kirib o'tamiz. Orqalarining ham kengligi mana juda ham chiroyli. Hop, avtomobilimizning narxiga keladigan bo'lsak, 22 ming dollar ushbu avtomobilni xarid qilsanglar bo'ladi. Orqa bagajdagi avtomobilimiz elektronika bo'ladi. Bagajlari kengligi ham juda ham yaxshi. Oilaga boqaman degan akalar bemalol ushbu avtomobilni xarid qilsanglar bo'ladi. Boya aytib o'tganim narxi 22 ming dollar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar.